Şu mesela sizlerning oiladami nurg'ulg'an naqshchilar borku. Senmi naqshchi, andan Jalolmi yaxshi naqshchi, Firdavsmi aytilyotdi yaxshi naqshchi. Mushu sizlarning oilada mushundoq ko'p naqshchilarning chiqishi hamda bu irsiyatning omilimi yoki bo'lmasa sizlar maxsus bir tarbiyalayapsizlar bir yerda? Bu ikilisi var. Hem de bu tuncu irsiyatın başında bu. Mesela benim apam tarafta, anakin dadam tarafta mı, şu senetten ibaret bir hücre bayken tuttu. Hem de isimini bilsem, şu babam, mumam apam taraftaki, hem dadam taraftaki, dadamdaki inler olsun, akılları olsun, nakşı itattiki. Urukta qaladı asasiyatın. Keyin ana bu irsiyat bizga shu sanab qolgan gapda. Endi men esimni bilsam naqsh aytdim endi. Dadam o'sha so'rinlar apirib, meni og'illardan to'ldirib apirib, o'sha og'illari birdan o ko'tarilib, birdan o ko'tarilib, o'sha akilib, o'sha naqsh qizg'an bir ko'nishlar chalib ular esimni borda tushtaklab. Boshlang'ich birinchi yil kirgan vaqtimda dutta bilan dutta ochib naqsh o'qigidek darajaga kelib ekanman. 6 yosh vaqtimda kirgan birinchi yillikqa. Aşı vaxtımda tuttan kulağım yetmeye, ben ortaypımda bir orundukni koyup bıraktı. Ma orundukni ma oturattım, tuttanı kosqanı ma orunduk koyup aşağı çalattım. O isimde doluq bağımdı. Aşağı qılıp o irsiyatni yani bara en asasım ailedeki ata annenki seni qanchalik qo'llashadi ekanchi bu gap. Bular mening ata anam hatta shu bar urutqalarim bar kuchilan bek qo'llaydi meni kichkina tatib. To'xtama dadam menga loyinji chiqsa loyinji deymiz, lekin ma unalg'olintisi. Sep anlaydıgan. Şunu iperetti. Mesela neymiş kızıkkan bolsa dutta yapılmışsa elektronik rüyal bolsa elektronik rüyal ip bana şaraitimni hazırlap anadaki anaqşını öğrenip dadam bulup bek bana muşu cihetde cıhrol oynap bergende. Anadaki benim kızıkışım texin bara işip vaqtning o'tishiga ergishib, cho'ng'ishga ergishib, tajribalarimiz, ko'rganlarimiz texin to'planib, anadaki 2008-yil men shu G'o'jin oilik senatimiga imtihon berib kirgandan u yerda nurg'un ustozlarniki bilimlari orqali qo'shilgan 12 muqom to'g'risida, xalq naqshlari to'g'risida, naqshning uslubi to'g'risida, aniki shu basliq nota deganlarni men o'sha G'o'jin oilik o'makda xili o'zingga pishqsin degan. Undan keyin chiqib shu Chin fasanat o'magiga berib, u yerda har millat qiyinlaşlardan birle iş oldukça bir yerde üyeye kirip texmi özümüzdeki mavu umumi şu bizim devletimizdeki her xil milletniki naqshları mesela şu Şinjaminga degandek aşağı naqshlar, Go'yichi naqshlar ta başka milletning naqshlari aytadigan bo'lib bara aşağı tecrübe bilan toplanıp bu irsiyat bara seni kesbeylikka qarab ipmangdi ekanchi arkadaş. Jalolmi shu, Firdavsmi shu. Yani Firdavs Sene şu yanda okup, iniş sanat institutlar. Yeniden okuş bitti diye. Onu nait yaş okuyatıda, yaş naqshchi yetişip çıkıvatıda, jig'ib itqavatıda irsiyatni biz isatı özümüzden tirishchanlik orqali hozir shu kasbiylik qarab yuzlantirdik desak bo'ladi. O'sha uyan qo'yib kelgan vaqtlaringda bozorlarni aylanmasa, men şu Janubiy Sinjanga da uyan qo'yib kelgan vaqtimda birinchi yo'lab men sayohat qilmoqchi. Pazarlayma degandek. Ana mustaq yerlik beslarga ko'makman mustaq. Mana ko'rayotganingizdek, bolalar shu uyan qo'y safarimizda yana biz naqshning almesini surat girish jarayonida shu İmran og'ayning qo'llashi bilan shu qadimimiz cho'ygan Samovar xonasi, ya'ni qadimimiz cho'ygan shu choyxonasiga kelib hozir ziyorati Gül bosan, gülge xasey, kuru kongusun. Keynin